$5000 qarzi kirib qoldim. Qizlar bilan Toshkentda jiyanim bilan kvartirada turardim. Bitta qiz jiyanimga baqirgani uchun biz u qiz bilan urushib ketdik va uydan chiqib ketishim kerak edi. Uy topgunimcha oyim o'rtoqlarini uyida turdim. Narsalarim boshqa joyda, o'zim boshqa joyda qolib. Bitta mijozimning zakazlari bor edi. Uni yasash uchun narsalarim turgan uyga bordim va narslarim orasidan $2900 pul oldim. Buyurtmani yasab tayyor qilib oldim. Mijozga telefon qildim, telefonni ko'tarmadi. Yandex chaqirib uyga ketishga qaror qildim. Yarim yo'lga kelganda klient telefon qilib, uzr boyi ololmadim. Hozir chiqazib boring, ertaga taqadigan joyim bor dedilar. Mashinani to'xtatib yarim yo'lga Yandex chaqirdim, zakazni berayotganimda oldimda $2900 turgan kasheloni mashinani pastiga sidinaga tushirib olgan. Uyga kelganimda ham pulni yo'qotganimdan hech qanaqa xabarim yo'q. Opam bilan oyim bilan urushib, kechasi bilan yig'lab chiqdim. Soat 5 ga yaqin uxladim. Soat 12 da akam telefon qilib, uy topdim, pul olib ketib telefon qilganlarda pulni qidirishni boshladim. Hamma joyini qaradim, hech qaysi joyda pul yo'q. Keyin mashinani tushirib qo'yganimni his qilib, Yandexga telefon qilishni boshladim. Lekin Yandexga 70 marta qildim, umuman telefonni ko'tarmadi.